Assalomu alaykum, hurmatli qarzdorlarimiz platformasi foydalanuvchilari. Biz bugun qisqacha ushbu platformadan qanday foydalanish haqida tushuntirib o'tamiz. Demak, bu hozir mobil ilova ko'rinishi. Sizni telefoningizga mobil ilovani o'rnatganingizda keyin xuddi shunday ko'rinadi. Xo'p, ilovadan foydalanishning ikki xil rejimi bor: tungi rejim va kunduzgi rejim. Kimga qanday qulay bo'lsa o'shunday foydalanadi. Ana endi bizda jami umumiy qarzlar miqdori hozirgi kunda ushbu do'kon egasi 1.202.000 so'm miqdordagi pulni qarzga chiqargan va bugungi kunda 35.000 so'm pul qarz miqdori yozilgan. Va hali bugungi kunga necha pul to'lov olganligi yozilmagan. Ya'ni 1 million qarzdan 600.000 so'm olingan bo'lishi mumkin. Qanchadir summa olingan bo'lsa, bugungi to'lovlar funksiyada ko'rinib turadi. Va ushbu do'kon egasida 5 ta mijoz bor, ya'ni 5 ta inson qarz olib turadi. Undan keyin pastroqqa o'tsak, biz oxirgi 2 oylik ma'lumotlarni ko'rsatib qo'yganmiz. Bu yerda yashil ustun to'lovlarning yig'ilishi, qizil ustun esa qarz miqdori. Ko'rib turganingizdek, ushbu magazinda qarzlar yig'ilgan to'lovlardan ko'ra kamroq. Va undan keyin yana biz do'kon egalariga, tadbirkorlarga shunaqa imkoniyat yaratganmiz. Eng katta qarzi bor insonlarning ro'yxati birinchi o'rinda chiqib turadi. Misol uchun, bunda Vali Rahimovning 850 ming qarzi bor, Ali Qodirovning 250 ming so'm. Xuddi shunday ketma-ketlikda qarzlar miqdori davom etib ketaveradi. Xo'p, ana endi ilovaga qarzdorlarni kiritish ro'yxatida biz shunday imkoniyat yaratganmiz. O'sha xaridor qarzni qachon berish muddatini aytishi mumkin yoki siz qarz kiritayotganingizda qachon berishini kiritib ketishingiz mumkin. Bu muddat yaqin qolgan qarzdorlarni ko'rsatadi. Masalan, Sardor Matematikning qarzi 7 kundan keyin beraman deb sizga va'da bergan. Xuddi o'shanday ketma-ketlikda 8 kun davom etib kelaveradi. Xo'p, yana ozroq pastga o'tsak, siz uchun muhim bo'lgan ma'lumotlardan biri bu oylik qarzlar va to'lovlar tahlili. Siz qaysidir oyda yoki umuman oxirgi 6 oyda qancha ko'rganingizni, qancha pul miqdori qarzga chiqargansiz va qanchasini yig'ib olgansiz, shu kabi ma'lumotlar sizga ko'rinib turadi. Oylik hisobot ko'rinadi. Masalan, hozirgi kunda 755 ming so'm qarz yozilgan, shunda 403 ming so'mi qaytarilgan. Hali 352 ming so'm yig'ilmagan puli bor, ya'ni o'sha tadbirkorning ko'chada 352 ming so'm puli bor. Bu oydagi jami tushum yig'ilgan kassa 153 ming so'mni amalga ko'rsatib turadi. Bu esa to'lovlarning 53% ni ko'rsatadi. Xo'p, mana bu tugma orqali siz oylarni tanlashingiz mumkin yoki oxirgi 6 oylikni bitta qilib ko'rsatish mumkin. Xo'p, hozircha shu. Ana endi mijozlar bilan qanday ishlaymiz? Mijozlar bilan xuddi shunday ishlaymiz. Mijozlar bo'limiga o'tamiz va mijozlar bo'limida bizga mijozlarimizda ism familiyasini alfavit tartibida tizim taqdim qilishni boshlaydi. Masalan, endi Javlonbek Turbekov mijozimizga kiramiz. Bu yerda siz mijozga telefon qilish uchun mana bu telefon knopkasiga bossangiz, avtomatik tarzda telefon qilishingiz mumkin. Ana endi qarzdorga kiramiz. Kirganimizda bizda shunday oyna paydo bo'ladi. Demak, bizda ikkita knopka bor: qarz qo'shish va to'lov olish. Agar ushbu Javlonbek Turbekov xaridor sizdan yana qarz miqdor evaziga tovar olishni yoki mahsulot olishni olgan bo'lsa, qarz qo'shish qilasiz. To'lov qilishga kelgan bo'lsa, to'lov qilishni bosasiz. Ozroq pastga tushsangiz, o'sha Javlonbek Turbekovga doir bo'lgan qarzdorlarning ro'yxatlari sanalari ko'rinib turibdi. Bu qanday bo'ladi? Mana masalan 22-iyul kuni soat 10:26 da 1 so'mlik tovar xarid qilgan. 22-iyul kuni soati do'kondan tovarlar. Ana endi qarz qo'shishni bosasiz va qarz summasi yozishingiz mumkin: 156 ming so'm. Ana endi masalan sizni do'koningizdan nima xarid qilgan? Bu ixtiyoriy. Siz yozishingiz mumkin: suv yoki kiyim yoki qandaydir mahsulot yozasiz. Ana endi qaytarish muddati. Qaytarish muddati ham xuddi shunday ixtiyoriy. Xohlasangiz yozishingiz mumkin, xohlasangiz yozmasangiz mumkin. Agar sizga u falon sanada qaysidir sanani qaytaraman degan bo'lsa, 31-da qaytaraman degan bo'lsa, o'z-o'zidan 31-sanani belgilaysiz va qarzni saqlash va SMS yuborish. Siz ushbu knopkani bosish orqali qarz saqlanadi. Mana suv, kiyim saqlanadi va o'sha server tomonidan ushbu xaridorga SMS xabar boradi. SMS xabarlar ham hammasi kundek ravishdan ko'rinadi. Xuddi shunday hamma to'lov olingan bo'lsa, bunday bo'ladi. To'lovni olish tartibi esa to'lov olish qilamiz. Hozir Javlonbek Turbekovning jami umumiy 191 ming so'm qarzi bor. U 191 ming so'mdan
150 ming so'm miqdorini 150 ming so'm miqdorini to'lash istagini bildirgan bo'lishi mumkin. Endi to'lov turi qanday bo'ldi? Naqd pulda yoki kartadan to'ladi, o'shani kerakli o'zingizga qulay bo'lgan usulda ko'rsatasiz va to'lovni tasdiqlashni bosasiz. To'lovni tasdiqlashni bosishingiz bilan yana o'sha xaridorga SMS xabar boradi. SMS xabarda xuddi mana Navoiy oziq-ovqat do'konidan hurmatli Javlon Viktorduyevich, sizga 156 ming so'm qarz yozildi. Mahsulotlar suv, kiyim, jami qarzingiz 191 ming so'm. Ana endi to'lovni amalga oshirgandan keyin hurmatli Javlon Viktorduyevich, sizning 150 ming so'm to'lovingiz qabul qilindi. Qolgan qarzingiz 41 ming so'm bildiradi. Xuddi shunaqa tartibda har bir mijoz uchun SMS xabar boradi. Shunday qilib siz bevosita qarzdorlaringizni necha pul qarz yozilgan va necha pul qarzdan ayrilganligini ogohlantirib borishingiz mumkin. Kelajakda biz qachon olganmiz, nega olganmiz kabi tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun yoki uni oldini olish uchun. Xo'p, mana bu knopka orqali o'sha qarzdorlarni biz ismini o'zgartirishimiz mumkin yoki telefon raqamini almashtirishimiz mumkin. Xullas, bizga doir bo'lgan ma'lumotlarni shu yerdan to'g'rilaymiz. Ana endi qarzlar bo'limida esa mijozlar bo'limida bir nimani yoddan chiqaribmiz. Ba'zi do'kon egalari ma'lumotlar xavfsizligi bo'yicha xavotir bildirishdi va biz o'sha ma'lumotlarni Excel ko'rinishida yuklab olish imkoniyatiga egasiz. Mana bu Excel yuklash tugmasiga bossangiz, har bir xaridorning ism familiyasi va uning necha pul qarzi bor ekanligini telefoningizga Excel ko'rinishida yuklab oladi. Siz buni har kuni kechqurun yoki har 5-6 kunda qilib turishingiz mumkin, lekin xavotirga o'rin yo'q, chunki barcha ma'lumotlar bizning bazamizda saqlanadi. Sizni o'zingizdagi xatolik orqali qandaydir ma'lumotlar yo'qolishi sabab bo'lsa ham biz o'sha bazadan sizni ma'lumotlaringizni qaytarib topib qo'yish imkoniyatiga egamiz. Xo'p, demak, qarzlar bo'limi ana endi bu o'sha qarzlar ketma-ketligi, kimga necha pul yozildi, kimdan necha pul olinganligi haqidagi ma'lumotlar bo'ladi va bu yerda SMSlar bo'limida bo'limida navbatda kutilmoqda SMSlar bu yerda bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa SMS yo'q, hammasi ketgan. Ana endi siz mabodo telefoningizdagi SMS o'chib ketsa, bu yer orqali, mana bu joy orqali ham kimga qanday nima SMS yuborganini kuzatib borishingiz mumkin. Bevosita o'rganib kuzatib borishingiz imkoniyatiga egasiz va yana tugmasini bossangiz sizga ochiladi tariflar haqida ma'lumotlar, ilovani yuklab olish, xodimlarni boshqaruv. Demak, tariflar bo'limiga o'tasiz. Tariflar bo'limida sizda necha kunlik yoki qancha kun qolganini, obonangiz bo'yicha qancha kun qolganini ko'rsatib turadi. Qolgan obunalar haqida sizga ma'lumot beradi va siz biz bilan bog'lanishingiz uchun mumkin bo'lgan yoki siz yordam olishingiz mumkin bo'lgan aloqa raqamlar. Ilovani yuklab olish esa o'sha telefoningizga o'rnatish uchun ilovani sayt orqali yuklab olishingiz mumkin va ilova haqidagi ma'lumotlar bu joyda ko'ringan. Xodimlarni boshqaruv qismi esa juda muhim. Siz o'z do'koningizda siz va sizdan boshqa xodimlar ishlashi mumkin. Ya'ni bu sizga faqatgina sizdan boshqa ishchilaringiz ham bu ilovadan foydalanib sizni mijozlaringizga qarz yozish yoki qarz qo'shish kabi ma'lumotlarni sizga taqdim qilishi mumkin. Xo'p, ana endi xodim qo'shishda ikkita asosan funksiyani biz qo'shib qo'yganmiz. Ba'zi xodimlarga to'lov yozish yoki qarz yozish sizga qaysi qulay bo'ladigan bo'lsa, o'shani qo'yishingiz mumkin. To'lovni faqat siz qabul qilsangiz, faqat qarz yozish imkoniyatini ularga berib qo'yishingiz mumkin. Yoki yo'q, bizda ishonch bo'ladigan bo'lsa, aynan sizdagi bor ma'lumotlar yoki sizdagi bor imkoniyatlar sizni xodimingizda ham bo'lishi mumkin. Ilova haqidagi asosiy bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shular bo'ladi. E'tibor